мыслить, переносить эти мысли. Igor Vasilyevich Kurchatov, fizik, fan tashkilotchilaridan biri, Sovet atom loyihasining ilmiy rahbari. 1903-yil 12-yanvarda Sima shahrida o'rmonchi va qishloq o'qituvchisi oilasida tavallud topgan. Uning bolaligi va yoshligi Qrimda o'tgan. Simferopol erkaklar G'aznam gimnaziyasidan o'qish bilan bir qatorda kechki hunarmandchilik maktabini ham tamomlagan. U yerda chilangan mutaxassisligini oldi va kichik mexanika zavodida ishladi. 1920-yilda gimnaziyada o'qish tugatgandan so'ng Kurchatov Tavriya universitetining fizika-matematika fakultetiga o'qishga kiradi. U yerni 1923-yil muddatidan oldin muvaffaqiyatli tugatadi. 1925-yilgacha avval Petrograd yaqinidagi Pavlovskdagi magnitometrologiya observatoriyasida, so'ngra Feodosiyadagi gidrometeorologiya markazida, Ozarbayjon politexnika instituti fizika kafedrasida ishlagan. U yerdan Leningrad fizika texnika institutiga taklif etiladi va u yerda uning ilmiy faoliyati akademik Iofe rahbarligida boshlanadi. 1934-yilgacha Igor Vasilyevich dielektriklar va yarim o'tkazgichlarni o'rganadi va Kabeka bilan birgalikda ferroelektrik fenomenini kashf etadi. Shu bilan bir vaqtda Kurchatov atom yadrosi nazariyasi bilan shug'ullanadi. Uning bo'limida olingan natijalar dunyo miqyosida edi. Neytronlar manbalari bilan bir qator ishlar, yadro izomeriyasi kashf etilishi va uranning o'z-o'zidan bo'linishi kuzatish shular jumlasiga kiradi. 1937-yildan Igor Vasilyevich Radiev instituti siklotron laboratoriyasini boshqargan. Uning siklotroni SSRda neytronlarning eng kuchli manbaidan biri bo'ldi. 1953-yil avgust oyida sinovdan o'tgan RDS-6S vodorod bombasining ishlab chiqishining ilmiy rahbarlaridan biriga aylandi. 1954-yil 5-yillarda KB-11da birinchi mahalliy 2 bosqichli RDS-37 termoyadroviy zanjir yadro reaksiyasi ishlab chiqildi va zaryadi ham ishlab chiqildi. Va 1955-yil 22-noyabrda muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazildi. Ushbu zaryad zamonaviy termoyadroviy qurolning prototipiga aylandi. Kurchatov 1960-yil 7-fevralda tezda vafot etdi.